charchamayapsizlarmi? O'zingiz salomatmi? Rahmat. Nima bahs bo'lyapti? Men yarim yo'lda eshitib qoldim. Aka tushuntirasizmi, o'zim aytaymi? Assalomu alaykum, nomla salomatsiz. Va alaykum assalom, rahmatullohi, rahmat. Kirib qoldim. Nima masalasida gapirishdi? Ya'ni qo'l kesishlik masalasi. O'g'rini qo'lini kesishlik. Shuni hozir bizda bo'lmayapti. Imom Farabiy al-Mantiqda buni insoniylikdan mas degan narsa bilan chiqildi bosh. Keyin oxiri noto'g'ri tushuntiryapsiz, birodar, noto'g'ri tushuntiryapsiz. Hali o'zlari bilan gaplashing unda. Ha, qora aka nima? ha, o'zingiz gaplashing. Biz shunaqa tushundik, lekin haqiqatan qora ketganda. Yo, assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Durmisiz, charchamayapsizmi? Xo'p, boyagida suhbat jarayonida ba'zi narsalar qizishib ketildi, boshqalar qilindi. Bu shar'iy nuqtalar bo'yicha, shar'iy nuqtai nazar bo'yicha gaplashadigan bo'lib qoldik. O'sha yerda qo'l kesish masalasi bo'yicha aytildi. Bu shariatdan dedi. Xo'p, men aytdim, xo'p, shariatdan. Lekin bu yerda umuman o'zi oldingi suhbatimiz insoniylik jarayonida, insoniylik tamoyili, insoniy fitrati, ya'ni misol uchun nimadan keldi? Al-Farobiydan, misol uchun Fozil odamlar shahri yoki misol uchun yoki al-Mantiqdan kelindi. Xulosalarim shunday bo'lgandiki, inson fazilatda shakllangan, ya'ni bu narsa boshiga bu narsani tushuntirdi. Ana aytdim, ular hammasi kelgan, mana Nasronaga ham boshqa maqdan ham kelgan. Xo'p, bitta ularda emas, inson fazilati tug'ilishida bu narsa bor. Ya'ni bor. U Xitoylikda ham, boshqasida ham, bunisida ham bor. Men uni inkor qilmayman. Kelgan aytdilar, sizani insonlik fazilati kelmaydi. Ha, nimaga to'g'ri kelmaydi? Misol uchun yaxshilikka keladi yoki boshqasiga keladi. Bunga barakda mana hozirgi qilinadigan gumanizm yordaming buni bizlar qabul qilmaydi dedi. Men aytib, qabul qilamizmi, yo'qmi? Hozirgi jazo nuqtai nazaridan qaraylik. Qanaqa ketilyapti hozir? Ya'ni mantiq nuqtai nazaridan, masalan, al-Mantiqdan kelingan holda, mantiq nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsa, hozir o'sha pozitsiyaga, ya'ni insoniylik omildan kelib chiqqan holda bu hukmlar bekor qilingan. Abbos aka o'sha yerga sal qoldilarki, "Ey birodar, sen dedi shariatga qarshi chiqyapsan, shariatimizda mana bu" deb aytdi. Xo'p, aka, shariatda buni o'tgan bo'lsa, biz hozir bu jarayonda qo'l kesilmayapti-ki. Shariatimiz qayerga qoldi unda? Deganda bu birodarimiz keldilar, "Siz musulmonmisiz? Namozingiz bormi, e'tiqodingiz bormi?" Mana, "Ha, o'qiyapman namozimni." Ana bu shariat. Men aytdim, bu shariat bo'ladigan bo'lsa, gap yo'q, men uni sani inkorsiz, so'zsiz qabul qilaman. Lekin mana bu joyda kelganda, bunga nima deysiz desam, uni ham olaveramiz, buni ham olaveramiz. O'shanda kelib aytdimki, bu ikkiyuzlamachilik emasmi? degan joyimiz. Ha, tushunarli. Bu yerda ikkiyuzlamachilik emas, bilimsizlik bor. Masalan, siz tushunmasdan turib so'rayapsiz va javob olmaganingizga mantiqan to'g'ri kelmayapti deyapsiz-da. Endi o'zi mantiq qayergacha ishlaydi degan savol bor. Hamma narsaga mantiq ishlaydimi desa, biz musulmonlar aytamizki, yo'q. Hamma narsaga mantiq ishlamaydi. Mantiqan qarasa qo'lni kesish, mantiqan qarasa zinokori toshbo'ron qilish. Bular to'g'ri emas o'zi, mantiqan. Farabiy ham shuni qo'llab-quvvatlaydi. Mantiqan olsa to'g'ri emas deydi. Lekin axloqan desa, birov molini himoyasi uchun eng to'g'ri chora shu deydi. Nimaga desa, masalan, siz keksayib qolgan ota-onangizni hech qanday manfaatsiz qarashingiz, oziq-ovqati, kiyim-kechagi, hamma narsasiga qarashingiz mantiqan to'g'ri emas o'zi. Mantiqan undan ko'ra uni davlatdan u keksalarni yaxshiroq qaraydigan joyga berib olsangiz, mantiqan o'sha to'g'ri bo'ladi. Axloqan qarashingiz kerak bo'ladi. Endi hatto agar mantiqan qarasangiz, masalan bir odam dadasi kasal bo'lib qoldi, rak kasal bo'ldi, shunaqa og'riyapti, shunaqa kechasi bilan yig'lab chiqyapti.
Endi o'g'il aytayaptiki, men dedi otamni so'ydim. So'yib terisini teriga, go'shini go'shga, suyagini suyakka qildim-da, go'shini qovurib yedim. Nimaga bunaqa qilding? Ha, mantiqan otamni birinchidan azobdan qutqardim. Ko'mmadingmi? Shunda go'shni nima qilaman ko'mib? Tayyor go'sht bo'lsa, vaza qilib yedik. Desa mantiqan to'g'ri bo'laveradi u. Axloqan to'g'ri bo'lmaydi. Mana bu qoidani asos qilib olganingizda islom shariatini jazo strukturalari, jazo qonuniyatlari mantiq ustiga qurilmagan, balki iymon, e'tiqod ustiga qurilgan degan narsani tushunasiz. Hatto Alloh taolo Qur'oni Karimda o'sha Nur surasini 2-oyatini o'qisangiz, o'sha joyda aytadiki, zinokori toshbo'ron qilish masalasida zinokor ayol, zinokor erkaklarni ikkalasini 100 jild darralang deydi. 100 jild darralang. 100 ta darra bilan uring deydi. O'shan davomida aytadiki, "Va la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi" deydi. Allohning dinini ijrosida sizni mehr shafqat tutmasin deydi. Rahmingiz kelmasin ularga deydi. Mantiqan rahmingiz keladi. Alloh taolo yo rahming kelmasin deyapti. Kim bo'lsang, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Agar Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsalaring, ularni jazolashda rahmlaring kelmasin deyapti. Endi bu masalaning bir tarafi. Endi siz ikkinchi tomonini misol qilib, bu tarafni hali fundamentini o'rnatmasdan turib, nimaga unda ijro qilinmayapti deyishingiz ikkinchi masala u. Bu go'yoki nimaga hammaga ximiya amaliyot qilinmayapti? Nimaga hammani qorni yorilmayapti? Deganga o'xshagan biroz ya'ni ilmsizlarcha aytilayotgan gap u. Buni siz ijrosi yo'g'u, lekin Alloh buyurgan narsa shu deb e'tiqod qilsangiz, mo'min holda qolasiz. Ijrosi yo'q, demak eskirdi desangiz, dindan chiqasiz. Islomni tashqarisiga chiqib olasiz. Bizni islomda e'tiqodda bir narsaga amal qila olmasak ham, masalan, namoz o'qimasligi mumkin bir odam. O'qimayapti. Nimaga o'qimayapsan desa, shu o'qish kerak, bilaman, farz shu. Lekin hozir dangasaligim bor, u bor, bu bor, bahana qilyapti. Bu odam musulmon. Lekin bir odam namoz o'qiyapti-da, namoz o'zi farz emas, eskirdi bu narsalarni yig'ishtirish kelsa dindan chiqadi. Masalan, Amerikada yurgan Jahongir Muhammad bor. Siyosatini qilib, boshqasini qilib yursa, tuppa-tuzuk odam edi shu. Chiqib olib nima deyapti? Bu tahorat eskirdi deyapti. Men hozir g'usl qilaman deydi. Tahorat yo'q deyapti. Dindan chiqadi shu gap bilan. Islom dini ilmiy asoslarga suyangan din. Yarim yorti eshitib olgani bilan, yarim yorti tushunib olgani bilan xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerak. Endi uchinchi masala, qo'lni kesish, zinokori toshbo'ron yoki darralash masalalari hukm mavzusida faqat va faqat sudya qaror qilgandan keyin ijro qilinadigan masala bu. Hukmlar ikki xil bo'ladi. Birinchisi fardiy hukmlar deydi. Fardiy degani hammamiz shaxsan amal qilishimiz kerak bo'lgan hukmlar. Namoz, haj, ovozim uzilib qolmadimi? Yaxshilandi, bir o'rtada tamih bo'ldi. Telefon bo'lib qoldi. Shunga o'xshagan masalalarga fardiy amallar deyiladi, hukmlar deyiladi. Namoz o'qish farz deymiz. Hukm bu. Amal qilamiz qo'limizdan kelgancha, Alloh qabul qilsin deb ketaveramiz. Buni hech kim taftish qilmaydi, hech kim samasud qilmaydi. Bo'ldi. Endi jazoni ikkinchi turi bor. Ikkinchi turi buni davlat nazorat qiladi, tergov bo'ladi, sud qaror qiladi, oxirida ijroni ta'minlaydi. Buni ya'ni shaxslarning qo'liga topshirilmaydi. Siz, men ijro qilmaymiz uni. Bu masalaning uchinchi tarafi. U narsalarda sizni zimmangizga tushmagan narsadan siz javobgar bo'lmaysiz. Soddaroq qilib aytay, Ramazon oyi kirdi. Deylik, siz Ramazon oyini ko'rdingiz. Siz uchun Ramazon oyini ro'zasi farz bo'ldi.
Lekin muftiyot Ramazon oyini ko'rmadi-da, yo bugun emas, ertadan roza dedi. Siz o'sha kunda ro'zangizni tutaverasiz o'zingiz, lekin muftiyotni fatvosiga aralashmaysiz. Nimaga? Sizni yana bitta guvohingiz yo'q, isbotlab beradigan. O'zingiz uchun farz bo'ladi, muftiyot ertaga desa, ertaga tutaveradi qolganlar. Muftiyotni hukmi yakka shaxsning hukmidan g'olib bo'ladi. Unga ergashib ketaveradi. Bu masalani 3-jihati. Endi 4-jihat islom. Domla, mana shu yerda 1 minutda domla qarang. Bu yerdagi yozib turing. O'sha savollaringizni yozib turing. 4-sini ayting, shu bilan tugaydi. 4-si islom ilohiy din. Odamlar o'ylab topgan, hayoliga kelgan, kayfiyati bilan jazo qo'llash kerak degan din emas. Islom ilohiy din bo'lganligi uchun jazolardan oldin shu jazoga tushmaslik choralarini ko'radi. Agar chorasini davlat ko'ra olmasa, jazoni qo'llashga haqqi yo'q. Hamma joyda zinoga sharoit, hamma joyda zinoni targ'iboti bo'lib turganda bir kishi zino bilan qo'lga tushsa, uni jazolash mumkin emas. Nimaga? Oldin sen eshiklarni yopishing kerak deydi. Ocharchilik bo'lgan, hamma joyda odamlar och, davlat odamlarni qornini to'ydira olmayapti. Bir kishi qorni miqdorida o'g'irlik qilsa, uni qo'lini kesish mumkin emas. Bu ilmiy asos bu. Odamlarning kayfiyatiga qaragan emas. Xo'p, nima savolingiz bor? Endi xuddi ilmiy asosni yondashdingiz, to'g'ri misolni keltirdingiz. Hozir ya'ni shariatni bu jihatlarga bo'lib tashladingiz-da, shariatda jihat bo'lishiga yo'q-ku, u yerda Allohning hukmi kelyapti-ku. Hech narsani tushunmayapsiz-da. Burada kesilib. Yo, men tushundim. Siz oydinlik kiritib nima tushundingiz? Hozir shariatda bo'ldimmi men hozir? Hech narsani tushunmayapsiz. Demak, sizda islom haqida deyarli ma'lumot yo'q. Uchinchi jihati deb aytyapsiz. Har bir narsaning jihatlari bor. Bir odamning siyosiy tomondan qarashi bor, bir odamning iqtisodiy tomondan qarashi bor, bir odamning mantiqan qarashi bor, bir odamning axloqan qarashi bor. Hammasiga javob beradi shariat. Mayli, siz mantiqan qarayapsiz, aytyapman. Mana shu masalada mantiqan qarash xato deyapman. Bunga axloqan qaraladi. Nima uchun amalda yo'q? Amalda yo'q. Yo'qligini 4-jihatda aytdim. Amalda bo'lishligi uchun o'sha jinoyatlarni amalga oshirish yo'llarini hammasini to'sish kerak oldin. Uni shunday ushlab olib turish kerakmi shunda? Siz islomdan ancha uzoq odam ekansiz. Islomni o'qing oldin, o'rganing. Islom siz o'ylagan singari yosh bolalarning dini emas. Islomda bir o'g'rini qo'lini kesish oddiy ish emas bu. Siz ham men ham qilib ketaveradigan ish emas bu. Birinchidan davlat o'g'irlikka tushish mumkin bo'lgan hamma eshiklarni yopadi. Odamlarni moddiy farovon qiladi. Ana undan keyin shuncha farovonlik, shuncha sharoit ish bilan ta'minlaydi. Hamma narsa joyida bo'lib turgandan keyin o'g'irlik qilsa, uni ham miqdori bor. O'sha miqdordan keyin qo'lni ham qayerdan kesishlikning alohida qoidasi bor. Bularning hammasi topilgandan keyin kechiladi. Shariatda bu narsalar hammasi keltirilgan, bunga so'zsiz. Lekin amaldagi holatimizdagi hozirgida o'g'ri bo'lib tushdi, bittasi kazobni qildi, oldi, qamaldi. 2,5 yil, 3 yil qamalyaptimi? Uni qo'li kesilmayapti. Nima deyapman men? O'sha siz yo eshitmayapsiz, yo o'zingizni eshitmaganga solyapsiz. Bu yerda hamma eshitib tushunib turibdi. Men eshittirman, qochirib qilish kerak yo'q-da, domla. Xo'p, qochiribman. Sizga konkret bo'ldi. Eshitgan bo'lsangiz, men sanagan 4 tanasini sanab bering hozir. Ya, domla, qarang. Siz aytyapsizki, jihatlarga bo'linib kelyapsiz deyapsiz. 4 ta jihatini sanab berdingiz. To'g'rimi? Sanang 4 tasini. Nima dedim men? Yo, siz bu yerda hozir gapdan ishlayapsiz. Meni gapimga, savolimga javob bering, oldin men sizga sanab beraman bu narsani. Sanab bering, bo'ldi, sanab bering. Yo'q, siz meni gapimga javob bering. Nima uchun shariat bo'ladigan bo'lsa, yo'q, javob berganingiz yo'q-da, domla. Menga mana jihatlarni beryapsiz. Sanab bering, 4 ta jihatda javob berdim men. Nima dedim? Domla, siz aytyapsizki, mullalarni, shariat nuqtai nazardan hammamiz so'zsiz qilamiz deb misollarni keltirdingiz. Lekin men aytaymanki, amaldagi holat nimada?
shakllangan bu qonunchilikdagi holatimiz. Amalda soch o'g'rini qo'li kesilyaptimi? Kesilmayaptimi, qamalyaptimi? Men sanagan 4 ta narsani sanab bering. Yo, siz ko'ryapsizmi domlalar, qanaqa bir qochirim qilyapsizlar bu yerda. Qochirilmas, promoy aytyapman. Promoy aytyapman. Siz yo ahmoqsiz yoki aniq kofirsiz. Yo, shaxsiyatga tegish kerak. Shaxsiyat qochirim qilayotganim yo'q. Siz eshitmadingiz gapimni. Savolga javob bera olmaganligingiz uchun shaxsiyatga o'tyapsiz. Ojiz tomoningiz mana shu yerda. Yo'q, shaxsiyatingiz kimsiz siz? Bir tiyinga qimmat odamsiz meni nazdimda. Hayotimda parallel odam emassiz. Agar menga nisbatan shunaqa hukm chiqarsangiz, menga nisbatan xuddi shunaqa odamsiz. Yo'q, boshqa ilojingiz yo'q-da, meni gapimga javob, meni gapimdan kopiya qilyapsiz. Boshqa ilojingiz yo'q. Sizga qaytarib aytyapman. Qanaqa bo'ladi? Shariat nuqtai shariat gapdan ushlashmas, eshiting gapni. Siz, men sizning gapingizni eshitdim, tushundim deb savol qaytaryapsiz. Men aytyapmanki, qaytargan savolingizga yuqorida 4 ta jihat bilan javob berdim desam, eshitdim deyapsiz. Men aytyapmanki, eshitmadingiz yoki tushunmadingiz. Tushunmaganingiz uchun oting nima deyodingiz? Men Abror dedim. 5 minutdan keyin oting nima deyapsiz siz? Men Abror deyapman. Yana 5 minutdan keyin oting nima deyapsiz? Men yuqorida aytdim, eshitdingizmi desam, yo'q deyapsiz. Ya eshitdim men deyapsiz. Ketdimi qochib? Ha. Chiqib ketdi domla. Telefon bo'lib turgan bir tez chiqadi. Xo'p, mavzuni vaziyatni ahvoli shu. Mana shu odamlar eshitdim men deydi, eshitmaydi. Eshitgan narsasini tushunmaydi. Tushunmagan narsasiga yana qaytadan savol beraveradi. Shuning uchun aytyapman. Shuning uchun test o'laroq. Hozir yuqorida 4 ta narsani sanadim men. Shariatda nima uchun bunga amal qilinadi? Qachon amal qilinadi? Kim amal qiladi? Qaysi vaziyatda amal qiladi? Amal qilinmayotgan bo'lsa nima uchun degan narsalarga javob berdim. Botir Hasan agar shu narsalarni eshitib, tushunib, yana savol berayotgan bo'lsangiz, yuqoridagi 4 ta gapni menga sanab berishingiz kerak. Sanab bermasangiz, borib sekin qumingizni o'ynab o'tiravering. Sizga biz tushuntirishga majbur emasmiz. Shariat sizga o'xshagan odamlarni e'tiborga olmaydi. Mantig'iga qurilmaydi. Axloq mantiq ustiga qurilmaydi, mumkin emas. Axloq buyruq ustiga quriladi. Ota-onaga yaxshilik qil degani mantiqan isbotlab bera olmaydi uni hech kim. Noto'g'ri chiqaveradi mantiqan. Farobiylar, Ibn Haldunlar, Ibn Sinolar mantiqan o'sha Arastuni davlatchilik masalasidagi ba'zi mavzularni payg'ambarsiz ham davlat rivojlantirish mumkin degan yo'ldan ketgan ular. Bu dunyo siyosati uchun foydali tavsiyalarni bergan ular. Lekin e'tiqod ma'nosida Imom G'azoliy ularni tanqid qilgan. Mana bu narsalarda biz mantiqan yondoshmaymiz. Qabr azobi. Qanaqa mantiqan top bera olasiz menga buni? Qabrda azob bor. O'lgandan keyin qayta tirilish. Anaqa Ibn Sino, Farobiylar o'lgandan keyin tirilish ruhan bo'ladi, jasad tirilmaydi degan. Mantiqan mumkin emas. Va dunyoda shunaqangi tushunchalar bor. Masalan, abadiylik tushunchasi bor. To'g'rimi? Lekin mantiqan isbotlab bera olmaysiz. Menga Luboy faylasuf olib keling, abadiylikni menga tushuntirib bersin. Nima u abadiylik? Tushuntirib bera olmaydi. Mantiq yo'q u yerda. Iymon bor, e'tiqod bor. Tushuntirib bering, domla, siz meni oddiy gapimni tushuntirib bering. Xo'p, shu yerda odamlardan so'raylik. Yo'q, mana odamlardan so'raylik. Bitta siz tushunmasangiz, biz nima qilaylik? Ko'zingizni yumib olib, menga quyosh top ber deyapsiz. Ana quyosh, ko'zingizni oching desam, top ber deyapsiz. Yo'q, domla. So'z o'yini qaytaring meni gapimni. Sizga boshqa gap yo'q. Savol berishga haqqingiz yo'q. Nima deyman? Savolingizga men sizning gapingizni qaytargan to'tiqush emasman, domla. Men sizni oxirgi savolga bitdimman. Sizni to'tiqush demayapman. Siz yoki boshqa o'ynatadigan. Sizga men savol berdim. Siz borib to'tiqushlikka ham yaramaysiz. Aniq ruxsat qo'yishdan afzal. Davlat qurishimiz kerak dedim. Menga uni demadingiz.
domla shu yerda eshitganlar aytsin mana agar bunaqa degan Hop, bo'lsa. kim aytayli, kim shunaqa dedim menga, islom davlat qurishimiz kerakmi dedimi menga shu odam? Mana bu narsa javoblar qilish kerakmi dedim. Domla o'sha yerga ana zamonaviy tilda aytadigan bo'lsangiz, aytasiz-ku, o'zingiz makkillab qoldingiz-ku, deb qoldingiz-da boshqa tomonga burib ketdingiz, domla. Mana bu yerda 200 namachilikda yoki boshqasida qilgan tomonimiz yo'q aslida. Bu yerda shariatmi? Shariat nuqtai nazaridan kelindimi? Uni hukmi bo'lish kerakmi? Nima uchun bo'lmayapti amalda? Shuni ochiqlab bering. Ochiqlab berdim. Garangmisiz siz? Domla, garangmisiz, kayfingiz bormi? To'g'risini ayting. Domla, ko'ryapsizmi? Ko'ryapman. Hozir Nafsoniyatga o'tib yoki shaxsiyatga o'tib. Nafsoniyatingiz, nafsoniyatingiz kelmanga. Gapni eshitmayapsiz-ku. Shallaqiliq qilmang, gapni eshitmayapsiz. Siz haqorat Siz aytyapsiz, makkillab qolding deyapsiz. Qayerda makkilladim men? Shariat men sizga aytdim men. Islomiy davlatda u narsa bo'ladimi dedim. Bo'ladi. Islomiy davlatda qilinish kerakmi shu narsa? Ha, qilinish kerak. Yashang domla, mana shu narsa uzr kelsa aytib boring qani mana. Agar bo'ladigan bo'lsa. Nima deganingiz o'zi? Kayfingiz bormi sizni? Yo'q, kayfim yo'q. Kayfingiz bor. Kecha ichgan shekilli, bugun paxmel bo'lmagan, bosh og'riyapti shekilli. Domla, kulyapsiz. Yo'lda ketyapman. Ha, yo'lda ketyapsiz to'g'ri o'sha, lekin kayfingiz bor. Yo'q, domla, siz tomondan hazar qilaman unaqa narsadan. Yo'q, qilaylik domla. Domla, bizda haligi Botir Hasan aka bu narsani tushunmayapti. Bitta savol chiqib qoldi-da, boyaga mantiq masalasida. Men o'zimcha nima deyman desa, Allohni taniganimdan keyin meni mantig'im aytadiki, mana yerda seni aqling yetmaydi. Mana buni mantiqdan deyman. Robbim unga qodir. Meni hamma narsaga qodir zot, Robbim qodir. Qabr azobini bor deydi. Meni mantig'im buni topadi deyman. Bu zid emasmi? Yo'q, yuqorida sanab o'tdim hammasini. Zapisi shunday kesasizda, bu odamga tashab qo'yasiz. Bu odam qanaqa qilib tushunmayapti. Shuning uchun boshqa mavzuga tushunmayapti emas, tushunolmaydi ham. Bu odam o'zini xohlaganini gapirtirishni xohlaydi. Bu xohlagan gapni gapirib berishingiz kerak. Ana, ko'rdinglarmi? Ana deyish kerak bu. Bunaqa maski din va tanam olmaydi. Hozir tushunmayapsiz desa, uyalyapti tushunmaganini tan olishga. Aylantiryapti. Siz javob bermadingiz. Javob bermagan bo'lsam qaytaringchi. Maksimal любой odam shuni eshitsin, dissertatsiya yozsa bo'ladi. Mana shu 4 ta javobdan. Hammasini tahlil qilib. 4 ta javob berdim men, 4 jihatdan javob berdim. Unga ateisam e'tiroz bildira olmaydi mantiq masalasiga. Unga o'sha ya'ni gumanitar odam ham ya'ni insoniylik markazda bo'ladi degan odam ham javob bera olmaydi. Insoniylik markazda turadi. Shariatda nimaga joriy bo'lmayapti? 4-da aytdim, nimaga joriy bo'lmayotganligini ham aytdim. Qaytarib bering desam qaytara olmaydi. Nimaga? Eshitmagan, tushunmagan. Maqsad meni eshitish emas. Eshitish bo'lsa, mana hozir bu odam islomiy davlat qurish kerakmi dedim deyapti. Unaqa degani yo'q. Desa men aytaman, islomiy davlat bo'lish kerak deyman. Hukmlari sanadim men. 2 xil bo'ladi hukmlar. Fardiy bo'ladi, qozi ijro qiladigan hukm bo'ladi. Fardiy hukmlarga biz javobgar bo'lamiz. Qozi ijro qilishi uchun davlatchilik kerak bo'ladi. Buni hammasini ilmiy asosda aytdim. Birortasini eshitgani yo'q, eshitgan, tushungani yo'q. Nimaga? Saviya asfal bo'lib yotibdi. Asfaldan ham past. Saviya, men nafsoniyatimga tegyapti. Kim bu odamman? Meni hayotimda kim? Menga xalaqit qiladigan odam nafsoniyatiga tegaman. Men uchun umuman qadri yo'q odamlar bular. Ayniqsa muxolifatchilar, ayniqsa O'zbekistondan tashqariga borib olib biz haqida gapirayotganlar. Mutlaqo qadri yo'q, aksariyati xoin odamlar. Sotilgan любой odam bularga nisbatan 3-4 so'm pul bersa, partiya tuzadi, xohlagan ishini qiladi. Endi mantiqan olganda bu odam hozir agar haqiqatda samimiy bo'lsa, bizni tilimiz bilan aytganda erkak bo'lsa, mendan eshitgan gapini qaytarib bera olish kerak edi. Qaytarib bera ola olmaydimi? Savol berishga haqqi yo'q. Men aytgan gapni eshitib ol deyman. Unda kesasizlar-da, tashab qo'yasizlar, borib o'shani o'qib, o'rganib, ozgina ilmini oshirib keladi. Endi siz aytayotgan Abbos, asli mantiq inson tushunchalari doirasida o'lchanadi. Bizning mantiqlarimiz. Eng aqlli odam ham o'sha inson doirasida tushunadi. Alloh taolo nozil qilgan narsalar
inson doirasidan tashqaridagi mantiq. Bu ham mantiq deyiladi. Oliy mantiq deyiladi uni. U mantiqqa inson tirik ekan yeta olmaydi. Yetgan taqdirda ham oxir afsus qiladiki, shuni qabul qilsam bo'lar ekan. Masalan, mast qiluvchi ichimliklar taqiqlanadi islomda. Nimaga desa, mast qilasan-ku, maza-ku. Hayotdan, g'am tashvishlardan uzulasan. Nimaga? Mantiqan hech narsa yo'q. To'xtab tur, buni yo noto'g'riligini sinab ko'ray deb ichsangiz 50 yil, 60 yil umr ko'rarsiz. Umringizni oxirida bilasizki, bu rasvo narsa ekan. Oilangiz parokanda bo'ldi, hayotingiz dabdalasi chiqib ketdi. Lekin orqaga qaytish iloji yo'q endi. Yana qaytadan yosh bola bo'lay, endi shu mast qiladigan narsalardan uzoq yashay degan imkoniyat qolmaydi. Ana shu mantiq inson mantiqidan ustun, inson tajribasidan ustun narsa ilohiy ta'limot. Qo'lni kesish masalasi ko'rinishdan juda og'ir vaziyat deydi. Ba'zilar o'sha mana shunga o'xshagan odamlar eskilik qoldig'i deydi. Lekin bugun ko'ryapmizki, o'g'irlarni faqat tarbiya qilib chiqarilyapti. Agar ikkita o'g'rini shunda ommani oldiga olib chiqib qo'lini shat keslasang, o'g'ri qolmaydi jamiyatda. Butun insoniyatni moli himoya qilinadi. Mayli endi ma'lum bu odamlar bilan bahsning ahvoli bir isboti uchun keltiray dedimda. Aytgan gapimizni eshitmaydi, eshitganini tushunmaydi, savol beraveradi. Oting nima? Abror. Ha, tushundim. Oting nima? Hozir aytdim-ku. Yo, aytmading deyapti. Hozir nima desam, gapni aylantirma deyapti. Hozir nima deb javob berganimni qaytarib bering desam, yo'q deyapti. Sen aylantiryapsan. Abror deding, bundan oldin demayapti. Abror deding desa, keyingi savol qolmaydi. Tushunarlimi? Alhamdulillah. Boyaga Botir Hasan akani men eskidan taniyman, domla sen kuzatganmisiz yo'qmi? Kuzatmaganman-u, oldin bir suhbatlashuvdim bu odam bilan. O'shanda xo'p bo'ladi deb ketdi. O'sha bo'ri bilan bir safda edi, bo'rilar keyin hizbiylarga qo'shilib, vahobiylarga qo'shilib yo'q bo'lib ketdi. Bu odamlar tal pozitsiyasini, ha? O'zgartirdi. Bo'ri qamaldi, bular boshqacha odam bo'lib oldi. Nechalar? Bular endi qamaldi ehtimol bilan. Musulmonlarni bular ahmoq deb o'ylaydi-da. Musulmonlar shunaqa ahmoq bo'ladi. Biz shunday savol makkillatib qo'ydim dedi. Men makkillatman hozir. Astagfirullah va tubida. Hizbiylarni makkillatganda rostdan ham anaqa demokratlar. Hizbiylarni rosa qiynagan. Bekam kelib shuni qilaman deydi. Hizbiylarda ilm bo'lmaydi. Hizbiy masalan, mana shu Mahmudga haqiqatan odam achinadi. Bir qarasangiz 6 soat suhbat bo'lgan. Bir qarasangiz 4 soat. Bir qarasangiz 7 soat suhbat bo'lgan. Shu suhbatga chiziga qo'yib eshitsangiz, umuman shariatga aloqador na oyat tahlili va na bir hadis tahlili yo'q. Chunki bilim yo'q. Mana shularga o'xshab mantiqa gapirib ketaveradi. Mana deydi, Izrailda ro'molga qarshi emas, O'zbekistonda ro'molga qarshi. Demak, O'zbekiston Izraildan ham yomon. Mantiqni qarang. Shuni tahlil qilib chaynab o'tiraveradi. U atrofida alamzadalar yig'ilib olgan, bechara ular ham zo'r gapirdilar. Mana ahli ilm deb qo'yadi. Mahmudning ahvoli. Xo'p, Hanafiy bo'lib turib, u ham mana unga chiqibdi, domla sizga tashab qo'ydim, bilib ko'ring. Taypoqqa qarshi, haliginaga qarshi. Masx tortishdi. Tortaverasan deyapti. yo'q, ular shariatni bilmaydi-ki. Shariat haqida Mahmuddan biror og'iz gap so'ralmaydi. Yo so'rasa bo'ladi degan odam oshqozonini operatsiya qilish haqida ham so'rasin Mahmuddan. Borib uni o'sha anaqadagi yotoqxonasiga yotsin. Mahmud operatsiya qilib bersin qornini. Shunga rozi bo'lgan odam undan shariat so'rasa bo'laveradi desa, to'g'ri bo'ladi. Shariatni bilmaydi-ki, necha marta ko'rganmiz. Shariatni bilmaydi. G'oyasi bor, xalifani o'rnatish kerak degan. Siz unga hamma masalani aytib bering, xuddi Botir Hasanga o'xshab, eshitdim, lekin javob ber deb turaveradi. Yo, eshitmagansan sen.
Ben eshitdim domla, shurda bitta narsani tan olmayapsiz siz. Hozirgi Ma- shariatda huquq dunyoviy qonun ustun va shunga amal qilamiz deb qo'ysangiz odam Gulistonda. Siz aytgan gapni gapirib bersam sizga o'xshab qolaman-ku. Ha, men o'sha chunki buni fakti bor-da. Chunki amalda bu bor deyman. Yo'q, u siz amalda aynan mana shu amaldagi holat ham shariatdan kelib chiqqan. Shariat Yashang- aytadiki, ahafud dararayn deydi. Yo'q, Yashang men domla. yashayapman. Siz Shurda hukumida kelganda yo'q, ko'p baqirsam, ko'p gapirsam, gap ustiga gapirib yuborsam to'g'ri bo'laman degan mantiq noto'g'ri. Botir Hasan. Sizga bir dona vazifa bor hozir. Sizga bir dona vazifa bor. Sizga bir dona vazifa bor. Men 4 ta narsa sanab berdim. Men 4 ta narsa sanab berdim. Qaytarish Aytaylik. mumkin. Yo'q, to'tiqush tushunmay qaytaradi. Qaytara olmaysiz. To'tiqush ham emassiz siz hozir. Mayli, siz nima desangiz ham siz bo'ldi. Mana shu Ola qarg'asiz. qonun bor. Ola qarg'asiz. Qan qilyapsiz. Bo'ldi. Ha, dunyoda shariatda ustun turibdi. Mana qilyapsiz. hamma shularni bilib turibdi. Qilyapsiz. Nima dedim men? Islomni hamida islomni undaqa bu xoin, bu boshqa xoindir emas siz nazaringiz bo'yicha, boshqadir emas. Yo'q, o'zingiz nazdingda ham xoinsiz siz. O'zingiz nazdingda ham xoinsiz. 200 namachi emasman-da. Mana bugun gapirib turib 200 namachi emassiz. Olib ketsiz. Mayli, siz unaqa siz zo'ring. Siz aytganingiz bilan Olti ket bo'lmasangiz, hozir nima dedim? Hozir nima dedim? Olti ket bo'lmasangiz. Keladigan bo'lsangiz, siz aytadigan bo'lsangiz, mana bugun Olti ket bo'lmasangiz, hozir ovozingizni o'chirib qo'yaman. Ovozingizni o'chirib qo'yaman hozir. Faktga keltira olmaysiz. Olti ket bo'lmasangiz, agar olti ket bo'lmasangiz, olti ket bo'lmasangiz, nima dedim men? Men sizga aytayapman, to'tiqushsiz emasman deyapman domla. Demak, eshitmadingiz, to'g'rimi? Eshitdim. Nima dedim? O'sha yerda turib aytdim men, eshitdim. Men siz to'tiqushsiz emasman. Men ham to'tiqushmasman, bitta narsani qaytaraveradigan. Men nima dedim? Mani gapimni eshitdingizmi? Ha, Siz eshitdim. olmay turibsiz. Islomiy davlat qurishimiz kerakmi dedim. Makillab qoldingizda keyingi gapiga ham qurishimiz kerak dedingiz. Bugun islomiy davlat demadingizda Botir Hasan aka, insof qiling. Mana shunga qarshi kurashishimiz kerak degan ma'nodagi gapni aytdingiz. Islom davlati qurishimiz kerak demadingiz. Kelishimiz kerakmi demadingiz. mana zapis agar shuga bo'ladigan bo'lsa, shuga bir yaxshi e'tibor qaratinglar. Yo'q, mendan savol bering. Menga savol bering boshqatdan. Men uni qaytarib aytaman. Faqat bu yerda men to'tiqushmasman-da bitta narsani 10 marta qaytaraveradigan. Biz gapimiz, suhbatimiz samimiy bo'layotganini bilish uchun oddiy so'rayapman sizdan. Sizni imtihon qilmayapman. Siz bergan savolga javob berdim deyapman. Bermading deyapsiz. Xo'p, 4 ta narsani sanab o'tdim. Hech yo'q mavzusini shundoq mundarijasini aytib bering. Mana bunda mana bu mavzu, mana bunda mana bu mavzu, 4 ta narsani mashina aytdingiz. Tushundim. Endi mana bu savol deng, gap yo'q. Haqiqiy erkakcha samimiy intellektual suhbat bo'ladi. Savolni beryapsiz, javobni bersam, eshitmayapsiz, tushunmayapsiz, eshityapsiz. Qur'onda Alloh taolo qo'ylar haqida gapiradi. Qurre degan gapni eshitadi qo'y. Ma'nosini tushunmaydi. Siz ma'noni tushunmayapsiz meni gapimni nimaligini. Yana savol beryapsiz. Haqiqiy samimiy bo'lsangiz, menga mundarajasini aytib bering. Nima dedim? 4 ta narsaning javobini berdim. O'shandan savol beryapsiz yana. Mana savolimga siz javob bermaganingizdan keyin, aylantirganingizdan keyin men gapingizni qaytarayotganim emasman, domla. Javob bermaganligimni aytib bering. 4 ta narsaning ichida javob yo'q. Mana aytdingiz. Mana bu hukmda, dunyoviy qonunchilikda qo'l kesish yo'qmi, qaror bormi? Ha? Bu narsani amalda nima uchun bo'lmayapti? Agar shariat sanadim shuni. 4-sida sanadim shuni. Shuni tushuntirib bering, qani men sizdan so'rayman. Tushuntirib berdim men. Menga qaytarib bering, 4-sida nima dedim men? Domla, siz tushuntirib bering o'sha narsani. Ko'rdingizmi? Sizga o'xshagan ahmoq emasmiz biz. Musulmonmiz biz. Ha, siz aqlli e'tiqoddagi ekansiz. Gap bo'lishi mumkin emas, domla. Siz Gap bo'lishi mumkin emas-da. Aytdim deyapman sizga. 4-sida aytdim shuni. Nimaga qo'l kesilmayapti? Chunki 4-sida mana bu asosga ko'ra dedim. Hech tushunmadingiz siz. Tanab olmayapti tushunmaganingizni, qaytar deyapsiz. Qaytar deganda e'tibor beryapsizmi? Biz undoq qilishimiz kerak. Tushuntirib bering, domla, mayli, tushunmagan ekanman, tushuntirib bering.
Aytyapman sizga. Turning an ordinary photo into a fun and Qanaqa detailed masalasi bor. Siz aytyapsizki, mana bunaqa desangiz olam guliston bo'ladi deyapsiz. Nimaga siz aytganini gapirib berishim kerak? Sizda maqsad xolos shu. bor. Yo'q, maqsad savol berib javob olish emas. Maqsad o'zingizni gapingizni gapirtirish. Yo'q, Men men gapirish emas. Siz o'sha narsani chiroyli qilib tushuntirsangiz, men tushunaman. Chiroyli qilib tushuntirdim. 4-chi aytdim. Qochirim qildi. Ochirim qilmadim, aniq aytdim. Qozi masalasini aytdim, fardiy hukmni aytdim, davlat ijro qiladigan hukmni aytdim va davlat nima qilish kerakligini aytdim. Hammasini sanadim men. Menga tushuntirib ber deyapsiz. Ha, menga Qadimda eshiting gapni. Bitta misol keltiray, bo'ldi. Qadimda xalifalarni haramida xizmat qiladigan o'g'il bolalar bo'lgan. U o'g'il bolalar ayollarning oldiga kirib chiqqani uchun ularni yoshligidan bichilgan. Xuddani bulbul og'aga o'xshab bichib qo'yilgan. U bichilgan bolalar ayol to'g'risida hech qanaqangi boshqa xayolga bora olmaydi. Chunki yo'q. Ayol haqida uni xususiyati yo'q. O'sha bulbul og'a anaqaga aytgan ekan. Bitta yanicharga. Ayollar haqida ko'p gapirasizlar. Menga ayolni lazzatini tushuntirib ber degan ekan. Deganda yanichar aytgan ekan. Seni bichilganingni bilardim-u, ahmoqligingni bilmagan ekanman. Senda u xususiyat yo'q-ki, qanaqa tushuntiraman degan. Sizda ham unaqa xususiyat yo'q, tushuntira olmayman sizga. Aha, domla, ko'rdingizmi? Hoziyat deb. Salomat bo'ling. Foydasi yo'q. Bular bulbul og'a. Bulbul og'a. Bu narsani tushuntirib bering deydi. Tushunish xususiyati yo'q bo'ladi. Xo'p, azizlar, mavzuga aloqador suhbat qilmoqchi edik. Biz yana ishimiz ham chiqib qoldi. O'zingizlar gaplashsanglar, gaplashinglar. Isbot uchun, ko'rsatish uchun bir bu odamlarning ahvolini o'zigina suhbat qildik. Yana uslubni esdan chiqarmanglar. Bularda shunaqa vaziyat. Bular hech qachon sizni shar'iy asosdagi gaplaringizni hech qachon qabul qilmaydi. Bular o'sha sizni bizni 200lamachi deyapti-yu, ayni 200lamachi 6 ket odamlar bo'ladi. 6 ketligining sababi o'zi xohlagan narsani gapirib bermaguningizcha siz olib qochayotgan, makillayotgan odam bo'lib qolaverasiz bularning nazdida. O'zi aslida bular xohlagan narsani gapirib berishga majbur emasmiz-ku. Hizbiylar ham shu. Hizbiylarga ham xilofat haqida gapirmaguningizcha 30 pora Qur'onni o'qib bersangiz ham yo'q, gap aylantiryapsan deydi. Ana bu qo'liga qurol ko'targanlar. Ikki gapi birda jihod. Urushimiz kerak, kelinglar. Suriyaga deyishdi. 11 yil aytish shu gapni, 11 yil. 11 yildan keyin masala nima bo'ldi? Suriya O'zbekiston mustaqillik davrida boshlagan qadamni endi qo'ydi Suriya. U ham mustaqillikka erishib, demokratik davlat asta-sekin qonun ijrosini boshladi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi desa qochishdi bizdan gapriga. Endi sizlar ularga kelmassizlar desak, yo'q, biz dedi, bu yerda dedi, zo'rmiz dedi. Muhojir taktikalni ko'rdinglarmi? Bir ommaga tashlab qamab qo'yishdi. Muhojir taktikal qamoqda o'tiribdi. Yondagi anu sherigi bilan. Nimaga desa sababini bildinglarmi? Yo'q. Ko'pchilik sababini deydi-yu, lekin asosiy sabab taxmin qilishyapti. Bu anu alaviylarni, durziylarni borib o'ldirdi-ku bular, tinch aholini otishdi-ku. O'shanda bosh rolda bo'lgan bular. Bosh rolda bo'lgan odamlarni o'ldirishgan, tinch aholini o'shan javobgarligi tortilyapti shekilli, sekin-sekin, asta-asta. Endi bahona men aytganingizdek domla, garaj to'chkalarga shu bizdan borgan, Qirg'izistondan, O'zbekistondan, Tojikistondan borganlarni shunday qilib endi ayblab tozalayapti-da. O'shanaqa o'zi norasmiy ularga buyruq berilgan bo'ladi. Norasmiy buyruqqa ko'ra
borib ular tinch aholini o'ldirgan. Videolari ham turibdi hali ham. O'sha ko'chada yurgan odamlarni olib borib kalaka qilib bir hayvon bilan muomala qilgan singari quroli yo'q odamlarni o'ldirishdi ular. 250 ta odam o'ldirishgan tinch aholini. O'sha durziylar, alaviylarni qishloqlardan tozalash. O'sha joylarga o'zi joylashib olish uchun qilishgan. Bunga bularni jo'natgan edi. Keyin to'polon bo'lib ketdi. Hamma ijtimoiy tarmoqlarda bu Jo'loniga ta'na bo'ldi. Men xabarim yo'q buni. Men ularga jazolayman ularni deb qutuldi. O'shanda aytgan edim, o'zbeklarga ikkita yo'l bor. Bittasi shu borib eng qaynoq tochkalarda urushib o'lib ketadi, undan qutuladi. Ikkinchisi o'zi qamaydi degandim. Mana qo'yibdi muhojir taktikalni. O'rtaga tashlang, bolalar ham bir ko'rsin. Qatta u. Ishladim, domla, ishladim. Men tanimas ekanman, kuzatmagan ekanman buni. Bu domla bu endi boya keyingilarini ham shu narsa kutyaptimi deb so'radimi? Shu keyingilarga ham shu endi qismati. Boshqa yo'l yo'q. Endi nima bitta yo'li bor, 3-yo'l. Ahmad Shar'ni shar'iy asosda ketyapti, qonuniy asosda ketyapti deb maqtaydi. Ahmad Shar'ni hozirgi qilayotgan ishini oxirigacha men sizga xizmat qilaman deydi, jonini qutqaradi. Etsa hozir qilayotgan ishing noto'g'ri, nimaga sen bunaqa qilyapsan desa, qamaladi yoki o'ladi, yoki suiqasd qilinadi. Tashqariga chiqarib yuborishni iloji yo'q. Tashqariga chiqarsa, masalan, Afg'onistonda to'shka qilishlari mumkin. O'sha paytda aytdim men. Amerika iflos. Amerika O'rta Osiyoga qarab turibdi. O'rta Osiyoga kuch to'plash uchun bulardan foydalanishi mumkin. Ular ham farqi yo'q. Ular o'sha O'zbekistonni o'shangi kofir davlat deb e'lon qilib olgan boshida. Kofir davlat bo'lgandan keyin jihad farz bo'ladi deydi. Qurol to'plab Amerika bersa, kirib kelaveradi ular. Farqi yo'q. Yoki boshqa mamlakatlarning problemasi uchun bular kerak. Bular dehqonchilik qilib kun ko'radigan odam emas, tijorat qilib kun ko'radigan odam emas. Ilmiy, intellektual harakati yo'q. Faqat qurol bilan odam o'ldirib katta bo'lgan bular. Odam o'ldirib hayot kechirishga o'rganib qolgan. Qon bilan ozuqalangan odamlar. Boshqa yo'li yo'q bularning. Qonni qon orqasidan quvadi deydi-yu, xuddi shunaqa vaziyat. Bu qonni quvib yuradi bular. Yo o'zlari qonga botadi yoki boshqalarni qonga botiradi. Shuning uchun men yoshlarimizga har doim aytdimki, "Ey, riskka qo'yib aytdim o'zimni. Voy, sizlarni aldayapti bular. Bular unaqa sizlar o'ylayotgan singari olamshumul jihod, xilofat o'rnatamiz degan gaplar hammasi bularni tarafidan safsata. Aldash uchun ishlatyapti. Sizni, bizni aldash uchun ishlatyapti bular." deb kelgan edik, mana vaziyat. Abu Saloh ham ko'rinmay qoldi. Yo'qda shu ham guruhlarga kirib turadi, kirmay qo'ydan ularga. Qiziqligi anoli ham ko'rinmay qoldi. Mana u Fazliddin Parpiyevlar. Ya osmoni falakda edi? Yo'q. Yana bittasi bor edi, domla, mediada aktivi, rosa jibijir qilaveradigan. U ham ko'rinmayapti, nima edi oti? Sizga Abdulaziz. Ha, Abdulaziz. O'sha o'zimizni gapirib qondirib yurgan odamlarda. Bu anavi Sanjar xo'ja Turkiyaga chiqib miting qilish kerak edi. Nimaga Mubashshir domlani O'zbekistonga berib yubordilaring deb qildimi? O'zbek yoshlarimizga shuni aytmoqchiman. O'zbek bolalarimizga, o'zbek yigit qizlarimizga shuni aytmoqchiman. Birortasiga ishonmanglar, chetga chiqib olganlarni. Aksariyati maxsus xizmatlarning qo'lidagi qo'g'irchoq Turkiyada yurgan Sanjar xo'ja Milliy istixborot tashkilotini qunog'i. Bo'lmasa o'tira olmaydi. Bo'lmasa o'tira olmaydi. Men anaqa nima aytgandim sizlarga? Sodiq Samarqandiyni. Milliy istixborot tashkilotining ruxsati bilan o'tirib turibdi. Mubashshir domla ularga xizmat qilmadi, berib yubordi. Mubashshir domla Alloh o'zi najot bersin. Endi bir ma'noda biz 2,5 yil srok oldi. 1 yilga borib bormay chiqadi, xudo xolasa inshaalloh. Mubashshir aka o'zi aytayapti, qarindoshlar bilan aloqadamizda.
Alhamdulillah kelib oldim O'zbekistonga. O'zbekistonga taqib bo'lib qoladi-ku kishiga. Shu bahona kelib oldim deb yotibdi deydi. Xursand deydi. 1 yil 1,5 yil Alloh ichkarida ham hurmatini joyiga qo'yishadi inshaalloh. 1 yil 1,5 yilga bormasdan 1 yil 2 oyda menimcha chiqadi. Chiqadi O'zbekistonda yana faoliyatini davom ettiradi. Bu odamlar baribir o'zbek xalqiga kerak odamlar. Lekin O'zbekistonga falon deb maslahat berayotgan, chiqlaring, sudga borlaring deyotganlar. Ha, Turkiyada sanlar ham qillaring qani? Ha, biz qo'limizdan kelgan ish qilyapmiz. Jasmin haromini biz qamatdik. Meni advokatim ishladi ustida. Ha, bu ham shu xalqimizning natijasimi? Xalqimizning foydasimi shu? Ha? Ha, biz qilyapmiz ishimizni, natijamizni xalq ko'ryapti. Biz uni aytishga, maqtanishga majbur emasmiz. Biz bu isqirtlarga qarshi real voqealikda urushyapmiz. Maydonda urushyapmiz. Haliga Napoleonga bittasi o'rgatgan ekan. Stol ustida kartani qo'yib olib, Misrga mana bu yo'ldan boribsiz, ha, mana bu yo'ldan borganingizda yaqinroq deganda, kartani ustida ko'rsatish oson. Men otda borganman, bu maydonda borganman degan. Maydonda turibmiz biz, tepasida ustida turibmiz. Hamma kaltak, tosh, o'q hammasini biz qabul qilyapmiz. Shu xalqimizga, yoshlarimizga o'tib ketmasin deb. Siz eshitib, mantiqan taroziga solib qabul qilsangiz sizga foyda. Ukalarim, singillarim, sizga foyda. Ha, qabul qilmasangiz o'zingizga zarar. Men yetkazdimmi? Yetkazdim. Aytgan gapim to'g'ri chiqdimi? Chiqdi. Men bashoratchi folbin emasman. Siyosiy tahlillarni ko'rib turib aytyapman. O'qib turib, o'rganib turib, oldin aytganman sizlarga. Katta maslahatchilarim bor meni. Turkiyani o'zida guruhlarimiz bor. Turkiya siyosatining ichida yurgan. Bittasi Abdulloh Chifchi degan odam bor. Ko'ringlar qanaqa odamligini Turkiyada. Advokatlar guruhimiz bor, O'zbekistonda siyosatchilar bor. Qancha odamlardan maslahat olaman men. Tashqi ishlarda qancha tanishlarimiz bor. Bizning informatsiyalarimiz o'ylab topilgan informatsiya emas. Nimaga to'g'ri chiqyapti deydi. To'g'ri chiqishning sababi bor, orqasida komanda bor buni. Mayli, ba'zi sirlarni ochib qo'ydim. Xo'p, salomat bo'linglar, bo'lmasa yana nasib bo'lsa suhbatlashamiz, o'zingizlar davom ettirib turasizlar.